Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Hayvanotlarga qachon qiziqsizlar deyman. Bu rasmdagi hayvanot nima hayvanotdi bildinglarmi? Bu rasmdagisi ipar mushuk ekan. İpar mushukniki kichik, bal ipar mushukning rasmi ekan. Mush kitobda hozir, mana mush kitobda ipar mushuk haqidagi har xil ularninki qandaq nerede yashaydigini, qandaq tug'ildigini deganga o'xshash mush ipar mushuk haqida savatlar yeziqliq ekan. Agar qiziqsanglar, mush kitobning ichida nimalar yeziqliq ekan, ipar mushuk haqida qanday gaplarni bizga tunishtirdi ekan, birlikda ko'rib boqaylikmi? Bunday qilib boshlaymiz. İpar mushuk deydi. Ana ipar mushuk bilan bal ipar mushuk turibdi. Boshlaylik. Bu Afrikaning janubidagi Kalahari qumliqi deb, mush Afrikaning janubida Kalahari qumliqi deb qumliq bor ekan. İpar mushuklar mana mushu qumliqda qum ostida va qumga tushib ko'lab, yer ostida tushib ko'lab, ashada yashaydi ekan. Odat ipar mushuklar bir necha tal, yoki bir necha 10 tal yig'ilib, bir to'p hosil qilib, top yashaydigan hayvonotlar kirdi ekan. Hamda bu ba'zi ipar mushuklarning to'pida ipar mushuklarning soni hatto 40 dan ortiq ekan. Mushtaq to'plashib yashashni yaxshi ko'radigan bir hayvon ekan. Ular hozir o'rnidan tikka turib biraylar qarab ketibdi, qaranglar. İpar mushuk deymiz, mana mushuni. Bu hayvanotlarni sizlar ko'rib boqqan, qachon hayvonotlar dunyosi deb mushu televizorlardagi programmalarni ko'rib boqqan bo'lishinglar mumkin. Hayvonotlar bog'chalariga berib ko'rib boqqan bo'lishinglar mumkin. Mana mushundaq o'rnidan tikkida turib mushtaq alayidligi bor bu hayvonotlar. Mushu umoq hayvonotni biz Uyg'ur tilida ipar mushuk deb ataymiz. Endi keyindan birikin bir ana ipar mushuk bilan miyada endi yangi tug'ilgan o'xshaydi, bir bal ipar mushuk turibdi. Endi ipar mushuklarning onalari odat 10-oydan 4-oygacha bo'lgan mushu oraliqda shu o'zining uvisining ichida turib, bola tug'adigan mezgil ekan. Mushu oraliqda bola tug'adigan. Odatda ana ipar mushukning qo'sqining ichida bola ipar mushuk 80 kun ana ipar mushukning qo'sqining ichida turib, anadan tug'ildi ekan. Bir ana ipar mushuk bir qitimda 2 taldan 5 talgacha bola ipar mushukni tug'alaydi ekan. Odatda bir qitimda bola tug'gan vaqtida 2 taldan 5 talgacha bola ipar mushuk tug'ildi ekan. Mana mushumu yangi tug'ilganda qilib turdi, eng kichik mana. Bunun keyinda hozir yangi tug'ilgan vaqt ekan mana. Bu yerda nima debdi desanglar, odatda mushta yangi tug'ilgan bola ipar mushuklarning, ya'ni mushu bovoqlarining, ipar mushukning bovoqlarining yangi tug'ilgan quliqi mana. Quliqi bilan ko'zi mushtaq yumuq holatda, echilmagan holatda bo'ldi ekan. Endi bularning quliqi bular tug'ilib 10 kun bo'lgandan keyin anadagi echildi ekan. Ko'zi bo'lsa bular tug'ilib 2 hafta bo'lgandan keyin anadagi echildi ekan. Ondan keyin badandagi tuklari mintayin shalang. Mushtaq shalang tuklar o'sgan bo'ldi ekan. Lekin cho'ng ipar mushuklarniki badanda bo'ladigan siziqchilar bular tug'ilib 2 oy bo'lgandan keyin anadagi bular bola ipar mushuklarning badallari siziqchilar paydo bo'lishga boshlaydi ekan. Şu an bular mushtaq yangi tug'ilgan vaqtlarda dadaplariga o'xshash mushu cho'ng ipar mushuklarga faqat o'xshamaydi ekan. Mana bildik, bunun keyinidan baki. Intay umoq. Endi bu badda nima debdi desanglar, mushtaq bola ipar mushuklar odat tug'ilib
bir ay bo'lgandan keyin anadagi o'visidan sirtqa chiqib ancha-muncha talalarni ko'rib baqdi ekan. Hamda ba'zilari baldur chiqishga ketganlari tug'ilib 2 hafta yoki 3 hafta bo'lganda anadagi talaga chiqib olganlari bor ekan. U balduroq chiqqanlarga tava ekan. Odatda normal ahvol ostida tug'ilib 1 oy bo'lgandan keyin tunji qitib mushtaq sirtlarga chiqib baqdi ekan. Ko'makkan endi keyinisi cho'ng ipar mushuk bilan bal ipar mushuklar turibdi. Bu yerda nima debdi desanglar, mushu bal ipar mushuklarni ularning dadasi bilan apsili biqib cho'ng qildigan shu ekan. Bular to'plashib yashaydi dedik-ku bu hikoyamizning kitobning beshida. To'plashib yashaganligi uchun shu to'pqa tava bo'lgan barliq mushu yetilgan a'zolarning hammasi mushu balalarniki kichik bala ipar mushuklarning garchi apsi dadasi bo'lmasa-mu o'xshashli ularning holidan tan xabar oldi ekan. Ya'ni shu to'pning yetilgan a'zolarining hammasi hamkorlashib turib mushu kichik bala ipar mushuklarni cho'ng qildi ekan. Ularningki cho'nglari yana shu yemaklik topqili cho'nglari chiketgan vaqt, sirtqa chiketgan vaqtlarida mushu akka ipar mushuklari, akka ağaç ipar mushuklar mushu nimada to'pda ya'ni uyda qolib o'visining ichida turib mushu balalarning holidan xabar olishga mas'ul bo'ldi ekan. Mushu har bir to'pdagi yoshi yetilgan cho'ng'aroq ipar mushuklar o'zaro navbatlashib turib mushu kichik bala ipar mushuklarning holidan xabar olishga mas'ul bo'ldi ekan. Bular to'plashib, hamkorlashib yashaydigan hayvonotlar ekan. Bunday umakkan. Endi bu yerda nima debdi desanglar, mushu bala kichik bala ipar mushuklar o'visining sirtiga chiqmoqchi bo'lsa, ularga cho'qim shundoq yetilgan ipar mushuk tang birlikda cho'qim chiqib ketgan, yolg'iz talaga chiqib qo'ymaydi ularni. Cho'qim birga chiqib, shuni xuddi mushu rasmdagi tikkidib turib, nihoyat sezgirlik bilan atroflarga qarab, o'zlariga mushu kichik ipar mushuklarga ziyonkashlik qiladigan kushandilarining bar yo'qligiga nihoyat diqqat bilan shu bar yo'qligiga qarab turadigan mushu kichiklarni qo'g'dab turishga mas'ul ekan. Anandagi mushu cho'nglarning shunday qo'g'dishi ostida bu kichik ipar mushuklar o'zlari qiziqqan mushu o'visining atrofidagi iyabiyalarga berib ancha-muncha o'ynag'ash, o'zlari qiziqqan uni ko'rib baqir ekan, sayohat qila oladi ekan demoqchi-da. Cho'qim mushu cho'nglari qo'g'dab turdi ekan. Nihoyat mas'uliyatchan bo'ldi ekan, cho'nglari. Bundan keyin bu yer nima debdi desanglar, bu bala ipar mushuklar hozir sut emibdi. Hamda bu yerda mushu to'pda yashaganda bala ipar mushuklarning sutni cho'qim onasidan emishini atayin ekan. Masalan, shu kichik bala ipar mushukning apsi, ya'ni onasi sirtqa yemaklik izlab chiqayotgan vaqtida ular qo'shig'ish ketib sut emgizga kelsa, o'zlarining onasi bo'lmasa-mu, boshqa mushu ona ipar mushuklarning sutini emidi ekan. Ya'ni sen mening balam emas, shunga mening sutimni emsang bo'lmaydi demaydi ekan. Hammasi o'rtaq hamkorlashib kichik balalarni cho'ng qildiganlik uchun bularda shunday bir xil hamkorlik bor ekan. O'zlarining balasi bo'lmasa-mu, hali kichik ipar mushuk, lekin mas'uliyatchanlik bilan shularning qo'sqini to'yg'izish uchun o'zlarining sutini shu kichik ipar mushuklarga emgizdi ekan. Miyadimi balalari sut emibdi. Endi bu kichik ipar mushuklar qanchalik vaqt sut emidi ekan onasining sutini deganda, bular tug'ilib toki 2 oy bo'lguncha, ya'ni tug'ilgandan keyin 2 oygacha bo'lgan oraliqda mush onasidan ona sutini emidi ekan. Miyada bir narsani yeb yetibdi. Nimani yeyotgandi bu? Bu betda nima debdi desanglar, bu ipar mushuklar mana mari mushunday hozir ko'ringandek mushundoq nihoyatmi o'tkir agimash kelgan tirnoqlari bo'ldi ekan. Mush tirnoqlari bilan to'plarni ko'lab, to'pining ichidagi
qurutqunğuzlarni, kəsləncük degəndək, aşında qurutqunğuz haşəratlarni yeydigan bular. Anandan keyin mana oxşaş hazır mana yavatqını zəhərlik çayankene. Muştaq zəhərlik çayanlarnımı ular bir əymənməsdən nayt bimalal yeyələydigan. Bu zəhəri bularga təsir qılmaydigan, yeyəvirdigan. Muştaq güclük tırnaqları var gene naytımı ötkür. Hem de bu yerden boptu desanlar, ama kiçik iş barmışık, nayt kepsizlik qılıp bir-birinden oynayışıp, kepsizlik bilen aşındaq oynaydıptı mavu. Uğusunun sırtıda. Bu yerden nimdeptu dese, muştaq balış barmışıklar, işte bize çoğun bağandikin, uğusunun etrafıda, yıqın, yıraq yerler ketmeyken, uğusunun yıqın etrafıda özleri amışındaq oynayışıp, sekirişip, taxlışıp, bir-birini şilişip, ili uruşup, ili oynayışıp degendek aştaq qılıp, faaliyet qıldı ki uyunun etraflarında. Bularning aşındaq her xil oynap, özleri birden uruş qılıp, birden sekirişip, yuguruşup, aşındaq qoğuluşup oynaşları bularninki yemekliklerini yani aşındaq özleri keyin özleriga yemeklik izlep depip şularni tutuş degenge o'xshash aşındaq hareket qilish iqtidorlarini oshirishda mushundaq o'yinlari nihoyatda muhim rol o'ynaydi ekan. Bularga yemekliklarni qandaq tutush, o'zlariniki qaysi xil usulda qandaq yemekliklarni tutib qandaq yeyish deganlarning hammani mushu topdagi cho'nglar mushu bolalarga, kichik ishbarmushlarga o'rgatadi ekan. Oynaş gitti. Hem de bunun keyinde. Bir yerden deptu desanlar, bir kichik ishbarmushuk tug'ilib 6 oy bo'lgandan keyin odatdagi normal bir cho'ng ishbarmushukka o'xshash badani o'xshash ashundaq cho'nglik topib yetilib bo'ldi ekan. Hamda kishi ishbarmushuk tug'ilib 1 yil bo'lgandan keyin o'zining ballarını toğalaydigan aşındaq yetilgan ishbarmushuk bo'lalaydi ekan. Mamu abaq kichik ko'zim ochilmagan tug'ilgan aş kichik ishbarmushukninki cho'ng bo'lgandan keyin, yani 6 oy o'tgandan keyinki cho'ng bo'lgan holatiga. Endi bu yerda nima debdi desanglar, bayqa shundaq yangi tug'ilib cho'nglarninki ko'z quloq bo'lishi natijasida asta-asta cho'ng bo'lib, oxir 6 oy o'tgandan keyin yetilgan cho'ng ishbarmushuklardan o'xshash cho'ngayganlari mana shularmi tug'ilib 6 oy bo'lgandan keyin cho'ngalat bo'lganlar ekan bular. Endi bularning vazifasi nima ekan desanglar, bular yetilib cho'ng bo'lgan keyin o'zlarini ayni vaqtda mushu topning cho'nglari beqib cho'ng qilganga o'xshash bularmi shu topda yangidan tug'ilgan kichik ishbarmushuklarga qarab, shularga ko'z quloq bo'lib, shularning holidan xabar olishga endi bular mas'ul bo'ldi ekan. Qaranglar. Vazifasi bo'ldi ekan bularning mana. O'zlari cho'ng bo'lgandan keyin o'zidan kichiklarning holidan cho'qim xabar olish kerak ekan. Endi bu bet nima deb tutsanglar, ishbarmushuk ashundaq cho'ng bo'lib haqiqiy yetilgandan keyin odatda 2,5 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan oraliqda, ya'ni odatda normalda tug'ilib 6 oy bo'lgan vaqtida cho'nglardek haqiqiy bir yetilgan ishbarmushukdek cho'nglikda bo'lalaydi dedik-ku. Endi ular yana shu o'xshash topda toki 2,5 yildan 3 yilgacha turdi ekan. Yani 2,5 yil yoki 3 yilgacha bo'lgan oraliqda erkak ishbarmushuklar o'zining to'pidan ayrilib, o'z oldiga mustaqil bir to'p qurish uchun safarga chiqadi ekan, yo'lga chiqadi ekanda. Bu o'zining tug'ilib cho'ng bo'lgan u to'pidan endi ayrildi ekan. O'z oldiga yangi to'p qurish kerak ekan. Endi kishi ishbarmushuklar bo'lsa, xolisa shu to'pning o'zida qolib qolsa-mu bo'laverdi ekan. Xolisa topdan ayrılıp, o'xshashlar yangi to'plarga qo'shilsa-mu bo'ldi ekan. Bu ishbarmushuk shuni qaraganda o'zidan ayrilmoqchi bo'lgan o'xshaydi o'z oldiga
yangi top qurish uchun safarga chiqadiganday qarab turibdi. Shunday qilib, ipar mushuklar haqida bizga mushunchalik gaplarni deb beribdi. Xiljiq bir bilan uqib deyman. Bu yerda savol javoblar bor ekan. Nim debdi desa, ipar mushuklar nima uchun shundoq xuddi mush rasmdagi nima uchun shundoq tikka deb turdi? Onun bu turishining sababi zodi nima debdi. Shuning bilan bular javob berib bizga deb beribdi nima uchunligini. Bular ikki sababdan ashundoq tikkada o'rib turdi deydi. Onun birinchisi atroflarida kushandilari bormi yo'qmi? Ziyankeşlikka uchraydigan ashunday xatarli kushandilar bormi yo'qmi deb atrofniki ahvolni kuzatish uchun ana shundoq tik turib atrofni kuzatadi ekan. Ikkinchisi u quyosh nurida badanni isitish uchun shundoq tik turdi ekan. Ya'ni u qumliqlarning atdigan bilan kashninki temperatura farqi naytimi cho'ng bo'ldi ekan. Ya'ni kashligi ular yaning tigida qumning tigida yashaydi uyini ashada. Teshik olib ashada ayollar yashaydi dedik-ku. Bular kashda shundoq bir xil sovib ketadi ekan-da, va sovib ketganki bularning badalari sovib ketadi ekan. Shunga bular atisi shu kun chiqishi bilan o'g'illaridan chiqib, ashunday tikkalatib turib, o'zlariga quyosh nurini badallariga quyosh nurini tekkizib, badanni isitish, badan temperaturasini ko'tarish uchunmi shunday tikkalatib turishni yaxshi ko'rdi ekan. Endi bular tik turgan vaqtida ikki puti bilan turamdi deganda undaq emas ekan. Mana bu yerga deb beribdi. Bu ipar mushuklar shunday tikkada tursa, ikki putiga tayansa, bular tamponligini yaxshi saqlab bo'lmay qoldi. Shunga ular shunday tik turgan vaqtida quyruqini tamponligini saqlash uchun yerga terab, mushkil holatda, mana rasmda ko'rsatdi. Bu yerda quyruq ekan va bir puti, ikki puti Onunki quyruğunu terap qilib, muştaq ikki puti va quyruğini yerga terap turib, shunga ular shunday tikkida tamponligini aytib yaxshi saqlab tura oladi ekan. Qiziqarli ekan. Men bu quyruğini shunday terap turganini mush kitobni ko'rib, analik o'qidim. Bu suqmay ekan. Endi bu yerda nima savoldi? Bu yerda bu ipar mushuklar nima uchun yalğız yaşamay top bulup yaşashni yaxshi ko'rdigandu, nima uchun top bulup yashashga ko'ngandu debdi. Javobda işte deb so'rabdi-da savolda. Nima uchun top yashaydi deb. Nima deb javob beribdi desa, bu ipar mushuklarning badani vijik, kichikli bo'lgandan keyin ular o'zining kushandilari tarafidan ziyonkashlik uchrash ehtimolligi cho'ngroq bo'ldi ekan. Shunga bular top o'zaro hamkorlashib yashagan chog'da, masalan, birasi xatarli kushandisini ko'rsimi darhol boshqalarga xabar qilib, kushandilaridan hamsi o'zlarini qo'g'dash uchun aytdi. Mushlarniki top yashashi afzallik ega qildi ekan bularni. Andan keyin biror yemakliklarni birisi topsa, hamsi tang yeydigan hargizmi o'zi tepib, o'zi yeb oladigan bunday emas, hamkorlik bilan ham kushandilarni saqlanadigan, ham yemakliklardan topgan yemeklikni tang yeb, ashunaq hamkorlik ustida yashaydi ekanda. U bularning har bir ipar mushuk uchun, ularning bexatar yashash uchun nihoyatda muhim ekan. Shunga bular mushaq top inoq ittifoq yashashga ko'ngan ekan. Endi bu yerda nima deb tutsa, bularning yaning tagida kolab to'shiklarni kolab boshlab yashaydi degan. Ularning shu to'shik kolgancha uylarining ishchilari qanday bo'lgandu deb savol so'ragan ekan. Buning javobi qanday ekan desanglar, mana shu rasmdagidek. Ular kolgandan keyin xuddi shu rasmdagidek bu yerda bir deb shu top yashaydigan bo'lgan keyin u kolangandan keyin yana shunday xuddi shu rasmdagidek har birisining o'z oldiga ayrim bir bo'shliq bo'ldi ekan. Har bir oilaning degandek ayrim bir bo'shliq, ayrim uylar bo'ldi ekan. Ondan keyin bu yerninki bularninki chiqish eg'izimi birla bo'lmaydi ekan.
bir qancha chiqish egizlarini qildi ekan. Bundaqa vaqtida tasodifiy o'zlarining kushandlari qo'g'lab kelgan vaqtida darhol qochib kirib olishqimi aplik bo'ldi ekan. Shuning uchun bular o'xshash bir to'pniki bir kama nimasini organ nimasini ko'lgan vaqtida shu yashaydigan kamani o'zini ko'lgan vaqtida chiqish eshigini bir qancha yerlarga chiqish qilib qo'ydi ekan. Odatda cho'ng to'plarniki 5 kilometr atrofida shunday kengaydigan shunday cho'ng tipdagi uylarimi bo'ldi ekan. Yegeniz qo'yibdi. Bu ipar mushuklar 40 mı artıq ipar mushuklar to'plashib yashaydigan shunday noyda cho'ng oila bo'lib yashaydigan shunday to'plamı bor debdi. Nim deganki bu ipar mushuk qaysi turga tava degan ipar mushuk deb keyingi mushuk deb qo'shib qo'yganimiz bilan amaliyotda bu mushuklar turiga tava bo'lmaydi ekan. Mushuklar turiga tava emas, mangusunu nakamada. Mangusu deydigan boshqa bir turdagi hayvonotlarga kirdi ekan bu. Ismini ipar mushuk deb qo'yganimizlar hargizmi mushuk turidagi hayvonot emas ekan bu. Şimdi bu yerda ipar mushuk yerdagi undaq yemekliklarni qandoq tutib yeydi debdi. Beshida bizga deb berganti ularniki noyatdiligi kuchlik mustaq agmash kelgan o'tkir tirnoqlari bilan to'pini ko'lab, to'pining ichidagi qurutlarni, o'mchukni, chayonni, kaslanchuklarni degan o'xshash shunday oziq shunday hayvonot hasharotlarni oziqlik qildi degan. Mush tirnoqi mush to'pining ostiga kirib ko'rgan shu oziqliklarni tepishga noyatda kuchli qurol hisoblanadi ekan. Amiya debdi bu ipar mushuk nima uchun shundoq zaharlik chayonni yiyalaydi, uning u chayonningki zahri nima uchun ziyon qilmaydi deb savol so'rabdi. Buni nisbatan nima debdi desanglar? Bu ipar mushuklarda shundoq bir alayda iqtidor bor debdi. Alayda iqtidor bor ekan, shuningdek bir xil zaharlik chayonlarni ular yesa, ularniki zaharlik chayonning zahri bularga nisbatan, ya'ni ipar mushuklarga nisbatan hech qanday bir ziyonkashlik qildigan bo'lmaydi ekan. Bulardagi o'zlari bor bo'lgan shunday alayda bir xil iqtidor bu zaharlik chayonning zahrini hech qanday qo'rqmaydigan shunday bir iqtidorga ega qilgan ekan. Chunki ularning badanida bir xil zaharningki ta'sirini paydo qilmaydi ekan. Şoň bilan aýtdy zärlik çayonlar bolsun hatirjam ýerdi ekan. Hemde bu ýerde bir ýitilgen ipar müşükninki egirligi, boy egizliklerini dep beripdi. Egirligi adatda 650 gramdan 950 gram etrapida boldy ekan. Ýitilgen bir ipar müşükniň egirligi. Yani kişi ipar müşük bilen erkek ipar müşükninki beden çoň kişiliğinin farkı önçilik asan farklanmak okşaşlı boldy ekan. Ularninki boyunun egizligi 30 cm etrapida boldy ekan. Mawu tik turgan wagtda ýerge terep turdy digen kuyrugynyň uzunlygynyň özümi 15 dan 20 cm etrapida boldy ekan. Ýyňy tugulgan wagtda bular ýitilgende 30 cm etrapida boldy ekan boyunun egizligi dedik-ku. Bular ýyňy tugulgan wagtdaki boyunun uzunlygy kança ekan desanglar 10 cm etrapida boldy ekan. 6 aýda bir ýitilgen ipar müşük aýlandy dedik. 6 aýnyň içinde ýene 20 cm üsüp, goşulyp üsüp, şoňdan
30 santimetrlar atrofida bo'lganda bu. Shundaq ekan. Qandaq bu ishbar mushuklar haqida xili jiq hukmlarga ega bo'ldinglarmi? Ishbar mushuklar umaq bir hayvonot ekan. Mush kitobda ishbar mushuk haqida xili jiq bilimlarga ega qoldik. Xili jiq narsalarni bilib oldik ishbar mushuk haqida. Shunday qilib bugungi ishbar mushuk haqidagi bilib olmoqchi bo'lgan savatlarimiz mana bu yerda oxirlashdi. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, intayin xushal bo'laman. Ma'qulamsa, Allohga omonat.